qarabindi. Onu qarab turarama. Qaramay o'zingiz ishingizni qiling. Kino bu rasm emas baribir. Shunda qiziqli chiqadi. Chaqqa iyi. Ya birgina ko'makchi ham topilmaydi turadi, ha? Ma'lum barabarda qarab. Barabarda baba cho'yak qarab turibman. Bizdan tushirdi. Bular turib. Bular nima? Bular turibdi. Shakil amag'ir bo'ladi. Ben uçak olamam. Assalom deganda ochilib ketar gullar. Assalom deganda sayrab ketadi bulbullar. Assalom deganda yayrab ketadi dillar. Assalom deganda to'lib ketadi ko'ngillar. Assalomu alaykum hurmatli otaxonlar. Assalomu alaykum hurmatli onaxonlar. Uzoq yo'llarning yaqin etib kelgan aziz mehmonlar va baxtli kechaning baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun go'zal Navqiron Qo'shko'pir shu Qo'shko'pir rayonida tashkil qilingan mana Toshkent xalq o'zida bir necha yildan buyon istiqomat qilib kelayotgan o'rtak To'rayev yo'ldosh akalar xonadonidan o'rtak Matchonovlar xonadoniga baxt keldi, quyosh keldi, qarang, kelin keldi. Ha. Biz birinchi o'chirik o'rtak To'rayevlar xonadonini chin salomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'rtak Matchonovlar xonadonini esa kelin salomi bilan tabriklaymiz. Shu Kiyev salomi, kelin salomi har bir xonadonga nasib etsin deymiz. Mana shu xonadonning otaxoni bo'lmuş Saparvoy otaning, shu xonadonning onaxoni bo'lmuş Bikajon onaning bir necha yildan buyon kutib kelayotgan orzu va umidlari, murod va maqsadlari, yaxshi fikr va o'ylari, kelin alar to'ylari bugun ro'yobga chiqdi aziz mehmonlar. O'rtak Matchonovlar xonadoni o'zining sog'ligi bilan, o'zining oyligi bilan, o'zining boyligi bilan mana qarang bugun 4-kelin ko'rmoqdalar. Men shu fursatdan foydalanib shuni aytmoqchiman aziz mehmonlar. Har bir insonning sog'ligi, oyligi,
boyligi mana shunday katta to'ylarga buyursin demoqchiman. Hamma 2 yoshli boqilgan to'ylarga tashrif buyurgan ekanlar. Biz birinchi tamoyil so'zni o'zlaridan eshitdik. Va iltimos qilsam, shu kechani chiroyli qochib bersin. Yaşlı şartlar arasında yaşlarının oldu. Bizim milletçilerin aldığı düzenli bazıları kendisi işlerinde kendi mesleklerine bu 2 yaşlı kız halalarıca, mahallesiga, karşı çalışan her temizlik yapısında sağlık selametlik bilen cemiyetimizde yetük müstevesler kanlar yanılmıştı. Şu zamanlar kafamda paylaşımı şunu ifade geçeceğiz. Allah teşekkür kılıştığım için alıp barışını ülkemiz vatandaşlarına tavsiyelerimiz. Hammalarınıza sağlık, selamet.
kiyo keldi. Kutub oldi aziz mehmonlar, kalpda urdu cennet onlar. Bugün tabrikler otaxonlar, kelin bilan kiyo keldi. Mayli yo'llarga ko'shank bayandoz, kelmasdan etmadi ular noz. Bugün bo'lar suratun soz, qarang kelin kiyo keldi. Keldi Ravshanbek keldi. Yonida yog'i bilan sozandamiz kutub oldi, qo'lida tog'i bilan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun qishlog'imizda safaraygan xonanda shunga yaxshi kun. Ben o'zim nomidan, aylalarim nomidan hamda qo'l qo'shnilarim nomidan safaraygan shu kelinglar tabriklayman. Shuni hurmatli do'stlar. Shunga ko'ra Aziz do'stlar, hurmatli o'rtoqlar, to'y davrasida ishtirokchilari. Mana bugun biz bu yerga shu shoirimiz Ravshanbek va uni umr yo'ldoshi bo'lmoq nigir aqronlarni eng quvonchli kunlaridan biri. Yo'q to'yga men o'zim nomidan, oila a'zolarim nomidan, shuningdek rayondagi barcha madaniyat xodimlari, san'at xodimlari nomidan bu ikki yoshni ulug' to'y bilan tabriklayman. Bularning ishlariga kattadan katta muvaffaqiyatlar, hayot yo'llarida hech qoqilmasdan, surilmasdan ravo yo'llarda yurib ketishlariga katta umid tilayman. Baxtli bo'lishsin. O'g'il qizlari ko'p bo'lib, shular to'ylardan o'tirish nasib qilsin.